Endi yaklash bu asosan qarda kerak bo'ladi-da, bizlarda mana estetika uchun bo'lib qolganda, qarda quyosh nuri tushgan vaqtda mana e'tibor bersangiz, kuzgi tinim davrida iloji boricha bunday yaproq qalaton bo'lsa, agar texnikalar ne bo'lmaydigan bo'lsa, imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, mana kurtaklar уже shishib boshladi issiqqa ketgandan keyin. Bularga ISO so'yishning ahamiyati shunda-da, mana o'yanishdan oldin xonadonlarga bir formula aytsangiz bo'ladi. U mana vaqtda so'v, ana vaqtda so'v qiyin bo'lib ketadi-da. Mayli daralarda karate ya shunga o'xshash mayli daralarga karate shunga o'xshashlarni qo'shib so'ysak, 1 tonna suvga 5-6 litr aqmay bormi? O'zimizdan aqmay. Shunga, oddiy aqmay. Kuzda gulladimi shu? Kuzda gulladimi shu? Ha? Qaytadan gullab ketdi. Meva bermasligi mana mutuk bizlarda olmaning mutuklari 2 yoshli shaxta meva beradi. Mana 2 darini yotlab qo'ysangizlar o'zi yetadi-da. 3 yosh, 2 yosh, 1 yoshda. Shuni nisbatini to'g'ri olish kerak-da. Tinim davridagi asosiy ishlar tozalik ishlari qilinib bo'lgan bo'lish kerak. Endi yaklash bu asosan qarda kerak bo'ladi-da, bizlarda mana estetika uchun bo'lib qolganda, qarda quyosh nuri tushgan vaqtda mana e'tibor bersangizlar, buyoq biti unday emas. Buyoq biti quyosh ko'p tushgandan so'ng mana issiqlik bilan suv to'qnashadi-da. Qishda suv bo'ladi, qattiq suv. Lekin quyosh charaqlab chiqqan vaqtda shu yerga tushadi. Buyoq bitlardan tiymagan mana, shu yorilgan. Shuning uchun asli shuning uchun bo'yash kerak-da. Hozir bizlarda estetika uchun majburiy yo'q mana. Asli o'zimiz uchun kerak. Ko'proq tanani balkim bordo bilan qilsa ham bo'ladi uzoq yillarda. Mana qor yog'ganda oppoq bo'lib turadi, bir charaqlab shu vaqtda kuydiradi-da. Shuning uchun qilish kerak. Shu ishlar qilib bo'lgan bo'lish kerak. Kuzgi tinim davrida iloji boricha bunday yaproq qalaton bo'lsa, agar texnikalar ne bo'lmaydigan bo'lsa, imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, 1 tonna suvga 30 kg atrofida karbamid bilan so'yilsa, persha kasalligi bo'lmaydi-da. Bakteriyasi nesini zamruqlarni o'ldiradi-da persani. Suv bilan qo'yib bersak ham bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaymi? Karbamid ishlab berish kerak-da. Sug'orib qo'ydim. Yo'q, u dozasi bo'lmaydi-da. To'g'latami, o'ldirama shunda. Natura ne qiladi-da, hosil qiladi. Mana kurtaklar уже shishib boshladi issiqqa ketgandan keyin. Bularga ISO so'yishning ahamiyati shunda-da, mana o'yanishdan oldin mana bakteriyalarni o'ldiradi-da, zamruqlarni. Hozir so'yishimiz kerakmi shunda hozir? Mana oldimizda mana 1-2 kun suvni o'tib so'ygan yaxshi. Karbamid tayyorlash kerakmi? Yo'q. ISO oltin gurt bilan yakdan qaynatmasa-da, metxlorok deganida, prямо olasiz 1 tonna suvga 6 kg solib so'yilsa, uni metxlorokdan hozir mana kurtaklar biroz shishib, ichi yashil ko'rinarga kelgan vaqtda so'yish yaxshi-da, effektiv. Bizlarda yana persha kasalliklar mevaning tuyulishini ham, даже to'g'ib ham tashlashi mumkin, agar dim kuchli ne qilsa-da, zarar bersa. Bo'lmasa mevalar qo'tir bo'lib qoladi-da, bozorligi yo'q bo'lib. Shunga o'yanib, ichi yashil ko'rinarga kelganda 1 tonna suvga 6 kg metxlorok solib so'ygan yaxshi effekt beradi. Undan keyingisi vinkaze, bistrobillarni qo'shib so'ysa bo'ladi. Xonadonlarga bir formula aytsangiz bo'ladi. U mana vaqtda so'v, ana vaqtda so'v qiyin bo'lib ketadi-da. Vinkaze olasiz. 1 tonna suvga 3 kg nisbatda olsangiz, 1 kg ni olsangiz 300 litrga yetadi. Uni ya kurtak bo'rtarga yaqinda bir so'yasiz, undan keyin g'uncha bo'lib, ya gul chiqarishni boshlaydi-ku, boshdagi yaproqlar. Shu vaqtda shirinjaga qo'shib, shuni ham qo'shib so'yaversangiz, yaxshi effekt beradi-da. Meva mazali bo'lishini endi shular ta'sir etadi. Qurt tushmaydi? Yo'q, u qurtqa undan keyin ishlab beramiz. Qurtqa qachon ishlab beramiz? Bizlar hozir mana umuman qurtqa ishlab beradigan vaqt emas-da. Shirinjaga aytyapsiz siz. Hozir birinchi kasaldan kelyapmiz. Kasaldan shirinjaga o'tdik. Zarar kunanda o'yanadi. Birinchi o'yanashi zarar kunandalarning shirinja bo'ladi. Undan keyin qurt boshlanadi-da. Meva tuyib boshlaydi. Chigitday bo'lgan vaqtda o'sha qurt kapalagi o'sha o'yanadi-da. Foydali issiqlik qabul qilgandan keyin o'yanishni boshlaydi. Shu vaqtda boshlash kerak-da değerini. Qurtning dersi. Misol uchun aziz so'ysak qurtqa foydasi umuman tegmaydi-da. Mayli daralarda
karate ya şuga o'xshash malidarlarga karate shuga o'xshashlarni qo'shib so'ysak, tanadagi miyada uxlab yotgan nelar bo'ladi tinim davridagi? Qizilchalar, o'rgimchakkanalar. Shularni yaxshi boshqarishga yordam beradi-da. Bularda endi hozir yo'q. Kuchli zararlanishda qip-qizil bo'lib turadi. Shularga ishlov bersak bo'ladi tinim davrida-da. Umuman qurtqa hozir ishlov berilmaydi. Aqmay bormi? O'zimizda aqmay. Shuga, oddiy aqmay. Shuga 5-6 litrni solasiz, 100 litrga. 100 litrga 5-6 litr solinadi-da. Pasuda yuvatan gellar bo'ladi. Feleyma bir. Shuni bir qutisini solinadi. Onu solishdan maqsad anoda mayda parchalash uchun. Suvga yaxshi aralash uchun. Undan keyin asosiy bizlarga asosiy dori karatin bo'lama, nurel bo'lama, ya agrofos deymizmi? Sostavida sipermetrin, xlorpirifos, lambda-sigaletrin tarkibli livoy darini olib, 10 litrga 200-225 gram, shunda 100 litrga ishlab o'tirgan bo'lsak, 200-250 gram atrofida solib so'ysak, shunda yangi narsaga ham ishlaydi, o'rgimchakkanaga ham. O'rgimchakkana degan bu mevalar birdan ko'payib ketadi-da. Nuchun onday desa, olib qoladi anilarni. Bunga olmay bo'ladi u. Nuchun onday bo'ladi desa, o'rgimchakkananing ko'payishini bir ikki faktorlar borda. Birinchi asosiy endi u paxta g'alla bo'yicha mendan ham yaxshi bilayotgan cho'llasa o'rgimchakkana bosib ketadi. Cho'llatmash kerak, bog'larda ham cho'llatmash kerak. Kami 15 kun ya dim erta sug'ardim degani. Uzog'i 1 oy. Shu oralig'ida bunday bosib sug'aradigan bo'lsa, shunday sug'arish kerak-da. Keyin ikkinchi masalasi yo'llarda changlar ham ziyon tegadi o'rgimchakkanaga. Uchinchi masala bizlar qurtqa karate, nuri shularni so'yamiz, u o'sha ishlamaydi-da ular. Ximikat ishlatgandan ham. Ximikal naturi ishlatgandan-da shularni so'ygandan keyin foydali hasharotlar yo'q bo'ladi. Shuning hisobina o'rgimchakkana ko'payib ketadi. Sagana bag'da bultir yig'ishda bosib ketdi. Quru alma qoldi bu. Avgust oyida quru alma qoldi. Kuzda to'g'ilib qoldi. Kuzda gulladimi shu? Almaning qog'ozi bo'lmishdi, yaproq ketdi. Kuzda gulladimi shu? To'xtatilda yana dag'ana. Qaytadan gullab ketdi. Bizlarda vahima qilib, voy, anov bo'ladi, yomon bo'ladi, cho'p tashlash kerak, o'yish kerak. Bunday emas, u stressga tushgandan keyin gullaydi. Stressga tushirsa, endigina mevadan bermay qo'yadi. Meva bersa ham dim sifati bo'lmaydi. Meva bermasligi mana mutuk bizlarda olmaning mutuklari 2 yoshli shaxta meva beradi-da, 2 yoshli novdada. 2 yoshli novda bizlarga yaxshi yechish uchun yaxshi quyosh kirib borish kerak-da og'achga. Xonadonlarda qanday bo'ladi? Shipirning soyasida endi xonadonlarda ko'p ko'rganimda. Otizda bo'lsa ham g'olab o'sgan bo'lishi mumkin, ko'p kesibda bo'yni qisqartaman deb. Arg'i bag'da ko'ryapsan chiqarsizlar. Ularning bo'yi past. Ular necha yildan beri shu boshqarib keltirdi. Bunoda ya kimdir oldi, kimdir qo'ydi, har kim bilganini qildi. Ammo bir tekis keltirgan uchun bo'yni o'shab turibdi. Hozir men keldim bunoga, hozir bo'yni yapmasini kessam, g'olab o'sib ketadi. Sababi uxlab yotgan energiyani bizlar qo'yatib beramiz-da. Shuning uchun ya meva bermay turganingizni ham g'olab o'sgan bo'lishi mumkin. Keyin yana keyingisi manilyoz gulliymi? Gulliydi, lekin meva bermaydi. Changlatuvchi endi olmadan bomba yo'q, atrofdan ham keladi. Manilyoz tushadi ko'pincha-da. Gulning vaqtida o'sgan yomg'ir bo'ldi. Xorazm bitta gullarlarda ola olmadim. Mana yekidarini yatlab qo'ysangizlar o'zi yetadi-da. Almanın kurtlarının kepelegini tanış gerekli. Yani lavuşka çıkmakta değerli söylesinde. Hemen konstruksiyonu şuradan milyon olacaksa var o. Bir üzüm var. Bu mana karagin siz aytgan narsaning muammosini qiladi-da, o'zi qiladi-da. Siz 20 kunga ishlaydi bu, yaproq tanaga singadi-da, tanaga singib sistemali-da bu. Singib turganining hisobini qurt kelib tushama, kepalagini ham o'ltiradi, qurtini ham o'ltiradi, tuxumini ham o'ltiradi. Mana narsa. Bunun originali tap shu normasi 600 mingdan qimmat. Bu endi bizning o'zimizning original bu germanskiy bo'ladi-da. O'zimizda chiqadi, bular arzon, lekin bular ham ishlab turibdi. Yaxshi ishlab turibdi hozir. 10 litrga 4 gramdan solinadi. Buni ham qurtqa va 15 Buni ham qurtqa.
25% samaram mı? Ha. Ya 15 karatli, lira. nuril degan değerler söp bize Sömen. kızılça çörüp aldık. Sömen. almağa. O tüy kerak emas. Meyveden tutduk da kurt tushmagan mı? Bag'ingiz bormi sizning? Ha? Bag'ingiz Var bormi? var. Necha gektar? Buni 3 yosh, 2 yosh, 1 yoshda. Shuni nisbatini to'g'ri to'g'ri olish kerakda. Masalan, buni bu yerdan qaytarsak, buyog'i 3 yosh bo'lsa, bir de 2 yosh chiqaradi. Keyingi yillar uchun Faydalı olur. ha, zaxira nelarda shaxlar Bu hisoblanadi. endi bultur meyve vermedi. Bunaqa jali meyve verdi. Bu yil xudo xolasa yaxshi beradi, ko'proq kesdik. Berganmi? Bu bunday qarorgohlarda shakl e'tiborga olinmaydi-da. Shaxtning qayrilmasligi, quyoshning tushishi, shular sal inobat qilinadi. Terimiz, boshqalarida sinib qolmasin. Bo'lgani boshqa variant yo'q. Shakl beraman desang, ertaroqdan qilinadi-da u. Ha. Bu size bil almışlar mı? Ha. Kamal akam